Yozdinglarmi? Nima deb yozdilar? Ma'no ko'chish usullari. Ma'no ko'chish usullari degani nima degani? O'rtoqlar, biz o'tgan safar ko'chma ma'no nimaligini o'rgandik-a? Bitta so'zni ma'nosini boshqa so'zga ko'chirar ekanmiz. U g'oyibdan paydo bo'lib qolmaydi. Ya'ni o'zimizga kelgan so'zni shunday aytib turib ko'chirib bo'lmaydi. Masalan, quloq desa, konditsionerning qulog'i, doskaning qulog'i, telefonning qulog'i deb turib xohlagan so'zga ishlatib bo'lmaydi. Bitta so'zni ma'nosini boshqa so'zga ko'chirar ekanmiz. U o'zini haqiqiy atash ma'nosidagi so'z bilan o'rtasida qandaydir bitta mantiqiy bog'liqlik bo'lishi kerak. Ya'ni, masalan, quloq so'zini qozonni qulog'i deb ko'chirdik, to'g'rimi? Endi savol tug'iladi. Nimaga aynan qozonning qulog'i dedik? Qozonni burni demadik, qozonni kallasi demadik, qozonni og'zi demadik-da, qozonning qulog'i dedik. Ya'ni o'zining haqiqiy ma'nosi odamning qulog'imidi? Odamning qulog'i bilan qozonning qulog'i o'rtasida o'xshashlik bor. Tushunapsizmi? Nimadir bitta mantiq topib olsangiz bo'ldi. Aynan u o'xshash bo'lish shart emas. Nimadir jichcha bo'lsa ham bog'liq narsa topib olsangiz bo'ldi. Masalan, tandirning og'zi, nimaga tandirning og'zi dedik endi, tandirning burni demadik. Bu ham odamning og'ziga nima qiladi? O'xshaydi, ochilib turadi. Nimaga stolning oyog'i dedik, stolning qo'li demadik, stolning burni demadik? Chunki oyoqning vazifasini bajarganligi uchun. Tushundikmi? Mana shu narsa ma'no ko'chish usullari deyiladi. Biz bitta so'zning ma'nosini boshqa so'zga ko'chirar ekanmiz, 4 xil usuldan foydalanamiz. Metafora, metonimiya, sinekdoha, kinoya. Demak, yozib qo'yamiz. Metafora, sinekdoha, metonimiya. Metonimiya. Bo'ldimi? Demak, ma'no ko'chish usullarida mana shu 4 tasidan bittasidan nima qilar ekanmiz biz? 4 ta. Metafora, metonimiya, sinekdoha, kinoya. Qinoya. Birinchisi metafora. Demak, metafora yoziladi, metafora o'qiysizlar. Qizig'i yo'q asli. Xo'p, metafora degani nima degani? Metafora degani bu o'xshashlikka asoslangan ma'no ko'chishi. Nimaga asoslanar ekan? O'xshashlikka asoslangan nima? Ma'no ko'chishi. O'xshashlikka asoslangan ma'no ko'chishi metafora deyiladi. Ya'ni biz bitta so'zni ma'nosini boshqa so'zga ko'chirganimizda, u ana atash ma'no bilan ikkalasini o'rtasida qandaydir bitta o'xshash tomoni bo'lishi kerak. Nimadir bir-biriga o'xshab ketishi kerak. Ma'nosi o'xshashi mumkin, shakli o'xshashi mumkin, yana nimadir tomonidan o'xshab ketishi kerak. Masalan, birinchisi shakli o'xshashlik bo'lishi mumkin. Ya'ni aynan bitta so'zning ma'nosini boshqa so'zga ko'chiramiz, shaklan bir xil bo'lganligi uchun. Masalan, qozonning qulog'i. Nimaga qozonning qulog'i deganmiz? Odamning qulog'i bilan shakli bir xil bo'lganligi uchun. Bu shakli o'xshashlikka misol bo'ladi. Ya'ni odamning qulog'i bilan qozonning qulog'ining shakli bir xil. Shuning uchun ham biz quloqqa ko'chirganmiz. Tushundikmi? Yoki bo'lmasam, radioning qulog'i mana. Nimaga radioning qulog'i deganmiz? Odamning qulog'i bilan radioning qulog'i nima? Shakli bir xil bo'ladi. To'g'rimi? Chiqib turgan bo'ladi, radiodan quloqqa o'xshab chiqib turgan bo'ladi shakli. Shuning uchun ham radioning qulog'i deb ataladi. Yoki bo'lmasam, aynan shakli bir xil bo'lmasligi mumkin, tashqi o'xshashlik bo'lishi mumkin. Aynan shaklan bir xil bo'lmaydi, lekin tashqi ko'rinishi o'xshash bo'ladi. Bunga tandirning og'zini misol keltirishimiz mumkin. Tandirning og'zi bilan odamning og'zi shaklan bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'ladi, odamning o'zi. Prosta uzoqdan qarasangiz tashqi ko'rinishi kimdir o'zini ochib turganga o'xshaydi. Tandir ko'rganmisizlar? Non yopiladigan narsa bor-ku. Bilasizlar-a? Bu buni bilasizmi? Shu narsa bilan odamning og'zi shaklan bir xil, tashqi ko'rinishi o'xshash bo'ladi. Yoki bo'lmasam, daraxtning ko'zi deymiz. Daraxtning ko'zi ham odamning ko'zi bilan shaklan bir xil bo'lmaydi, lekin uzoqdan qarasangiz tashqi ko'rinishi nimani eslatib beradi? O'shani eslatib beradi. Yoki ayrim mevalarda turlari bor. Meva, sabzavot, masalan, eski chopon degan qovun turi bor. U aynan eski chopon tashqi ko'rinishi eski chopon deb eslatib berganligi uchun eski chopon deb atashgan. Tushunarlimi? Yoki bo'lmasa, uchinchisi, tana a'zolarimiz ko'chib qolishi mumkin. Odamning tana a'zolari shunday prosta ko'chib qoladi.
Masalan, ko'chaning boshi deymiz, boshlanishi bir xil bo'lganligi uchun. Ko'chaning boshi, yerning yuzi deymiz. Shunga o'xshab tana a'zolarimiz nima qilishi mumkin? Ko'chishi mumkin. Yoki bo'lmasa, to'rtinchisi kiyim qismlari ko'chishi mumkin. Odamning kiyimlarining qismi bor-a? Masalan, kiyim qismlari. Etak, daryo etagi. Mana. Ko'ylakning etagi desam, o'z ma'no. Daryoning etagi desam, qo'shim ma'nomi? Tushunyapsizlarmi sizlar? Yaxshi. Yana tugma. Ko'ylakning tugmasi desam, o'z ma'no, qo'shim ma'noda ishlatsam, eshikning tugmasi mana. Yoki telefonning tugmasi. Yana. Yo'l yoqasi. To'g'rimi? 5-inchisi joylashgan o'rniga ko'ra ko'chishi mumkin. Ya'ni joylashgan o'rni bir xil bo'ladi. Masalan, varrakning dumi. Nimaga varrakning dumi deyilgan? Chunki u ham o'sha hayvonning dumiga o'xshab orqada joylashganligi uchun varrakning dumi deyilgan. Nima deyapsiz? Yaxshimi hammasi? 6-inchisi yana sifat so'z turkumiga oid so'zlar ko'chmanda ishlatilsa ham albatta metafораga olasiz. Sifatlarni bilamizmi? Qanaqa bo'ladi? Qanaqa so'rovga javob bo'ladi? Oq, qizil, yashil, sariq, yaxshi, yomon, katta, baland, past, ob, uzun, qisqa, achchiq, chuchuk, shirin. Shunaqamidi? Shularida. Masalan, qora sifatmi? Qora niyat. Niyatning qorasi bo'ladimi? Yo'q, shu ko'chma ma'noda ishlatilganligi uchun metafораga olib ketaveradi. Yoki achchiq. Achchiq so'z desak, so'zda achchig'i bo'ladimi? Yo'q, yoki shirin. Shirin bola, bolaning shirini bo'ladimi? Yo'q, sifat so'z turkumiga oid so'z ko'chmanda ishlatilganligi uchun buni ham nimaga olib ketaverasizlar? Metaforaga olib ketaverasizlar. Yoki bo'lmasa, fe'l so'z turkumiga oid so'zlar ko'chmanda ishlatilsa ham metafora bo'ladi. Fe'llarga nimalar kiradi? Ish harakat bildirishiga o'qidi, bordi, keldi, turdi, ketdi, tepdi, qo'ydi, chifti, berdi, keldi, soldi, pishdi, suzdi, ketdi, qo'ydi, ketaveradi. Shunaqa fe'llar ko'chmanda ishlatilsa, u ham metafora bo'ladi. Masalan, osmon yig'ladi. Osmon yig'laydimi? Ko'chma ma'nomi? Yo'q. Qo'shma ma'no. Marjona yigiti bilan urushib qolib, qalbi sindi desak, qalb sinadimi? Qo'shma ma'no. Shuning uchun ham fe'l bo'lganligi uchun buni nimaga olasizlar? Metaforaga olasiz. Tushunarlimi? Metaforada sizga tashqi o'xshashlik tutob, shakliy o'xshashlik tutob, sifat tutob, fe'lni top deb so'ramaydi. Sizdan qaysi qatorda metafora usulida ma'no ko'chgan so'z berilgan deb so'rasa, nima qilishingiz kerak? Mana shu qaysidir bittasiga tushadiganini olish kerak. Yoki bo'lmasam, umumiy qilib qisqa qiladigan bo'lsak, metafora degani borliqda yo'q tushunchani ifodalash kerak. Borliqda yo'q tushuncha bo'lsa, bo'ldi, u metafora bo'lib ketaveradi. Masalan, samolyotda dumi bo'ladimi? Varrakda dumi bo'ladimi? Osmon yig'laydimi? Vaqt yuguradimi? Azamatni yuziga tabassum yugurdi. Tabassum yuguradimi? Yo'q. Qalbi sindi, qalb sinadimi? Yo'q. Yerda yuzi bormi? Ko'chani boshi bormi? Radioni qulog'i bo'ladimi? Uzukning ko'zi bo'ladimi? Ishni ko'zi bo'ladimi? Tizzani ko'zi bo'ladimi? Ishni beli bo'ladimi? Bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Daryoni etagi bo'lmaydi, yo'lni yoqasi bo'lmaydi, telefonda tugmasi bo'lmaydi. Bo'ladi, lekin u tugma emas-da u. Demak, bunaqa narsa bo'lmaydi-yu, yo'q-u desangiz, shu joyda nima paydo bo'ladi? Metafora paydo bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, ezmoq deydigan bo'lsak, mana biror narsani ezmoq, koptokni ezmoq, joyini ezmoq desak, haqiqatan ezasiz. Bu o'z ma'no. Endi yurakni ezmoq desa, yurak ezilmaydi. Haqiqatda doktorlar yurakni ezdi desa, bo'lishi mumkin, lekin yurakni ezmagan keyin qo'y desangiz, yurak ezilmaydi aslida. Bu ko'chma ma'no bo'ladi va bunaqa narsa bo'lmaydi degan joyda nima olib ketaverasizlar? Metafora olib ketaverasiz. Kim tushunmadi?